qaysi bitta ish sizni shu 9 olishdan to'sib qolishi mumkin agar shu ishni qilmaganingizda. Men speakingda shu tushunganmanki, asosiy narsa bu yerda ekzamen bilan gapirish, muloqot. Ushtu-zuzda gapirsangiz balandroq chiqadi, speakingiz deb aytishadi. Demak, shular yolg'on ekanda. IELTS bu bir bilim imtihoni emas, bu skill imtihoni. Hattoki part 1 savolida ham, do you work or are you student degan savolda o'ta ham akademik so'zdan ishlataveradi savolda. Bu noto'g'ri yo'l. Sizda yaxshi ingliz tili bo'lishi mumkin, lekin shunda ham speakingiz past chiqishi mumkin. Part 1, part 2, part 3 ni berishdan o'zi qanaqadir maqsadi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Masalan, part 1 da o'zi nimani bilib olmoqchi bo'ladi, part 2 da nimani bilib olmoqchi bo'ladi. Gapirayotgan paytda imaj so'z ishlatishim kerak, bu odamni hayratda qoldirish uchun degan holatda ishlatmayman so'zni. Bu omadga bog'liqmi yoki mana hard working qilayotganlar hatto o'qiyotgandanmiki yoki nargilarni omadi kelib qolayotgandanmiki? Luck favors the prepared mind degan gap bor. Ya'ni omad faqatgina kuchlilarga boqadi. Agar kuchli bo'lib kirsa, doim yuqori ball oladi. IELTS o'zi shunaqa imtihonki, 2-3 oy tayyorlansangiz yetadigan imtihon. 2-3 oy tayyorlayman. Tayyorlab olaman deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Nimaga ishonib bu narsani aytyapsiz? IELTSdan 9 olgan boladan so'raganman. Endi 9lar baribir nima so'zdir borki 9 olganda. Nima maslahat berasiz deganda o'sha kishi aytgandilar. IELTS sohasida o'zim hozir bo'lmasam ham, to'g'risi men IELTS topshirganda mana shu narsaga aniq amal qilgan bo'lardim. Samandar mana sizda 9 bor. 9 bu ko'pchilik orzusi. Lekin qaysi bitta ish sizni shu 9 olishdan to'sib qolishi mumkin agar shu ishni qilmaganingizda? Avvalambor assalomu alaykum aka. Xo'p. Demak, 9 olishda asli ko'p ishlarni qilganman asosan. Lekin shu bitta ish asosan menga yordam bergan 9 olishga. O'sha narsa bu examinerlar qanaqa o'ylasa, men xuddi shunaqa o'ylashni boshlaganman. Ya'ni o'zimni writing va speaking bo'yicha. Bilasiz, 9 olish uchun reading va listening baribir 9 chiqadi. Ko'p 9 olayotganida u reading va listeningda uncha muammo bo'lmaydi. Asosan muammo qiladigan sectionlar bor, speaking va writing, productive skills hisoblanadi. Shuning uchun menda asosan speaking qiyin bo'lgan va bunda eng muhim tushungan narsam bu fluencyni muhimligi hisoblangan. Ya'ni agar men fluencyda hozir aynan nima nazarda tutyapsiz? Uni fluency uzilmasdan gapirishmi? Qanaqa? Xo'p, fluency ko'pchilik inson faqat uzilmasdan gapirish deb hisoblanadi, lekin menda speakingda shunaqa bir paradigm shift bo'lgan, ya'ni tushunishcha shuni o'zgargan 180 gradusga speaking bo'yicha. Chunki menda o'sha writing 8 edi. Writing muammo yo'q edi. Speaking, reading listening muammo yo'q edi. Asosan section speaking bo'lib qolgan. Speakingda o'ylaganman, shunaqa ko'p artikel o'qib yurganimda, o'sha hatto gapirishim ham o'ta akademik bo'lib ketgandi-da. Gapirganimda xuddi o'ta formal gapirardim, rasmiy gapirardim. Men speakingda shu tushunganmanki, asosiy narsa bu yerda examen bilan gapirish, muloqot. Ya'ni muloqotga urg'u berish. Conversational flow deydi bu narsani. O'sha conversationdagi shu yerda oqimda ketish. Lekin menda shunaqa narsa bo'lgan, xayolimda ishlatayotgan so'zlarim necha ballga tortadi, qanaqa so'z ishlatishim kerak. Shu narsa bo'laveradi. Agar shu narsani tushunib, o'zim bilan honest bo'lmasdan harakat qilmaganimda, menimcha 9 olmagan bo'ldim. Chunki asosan o'sha o'qigan narsa menda speaking hisoblangan. Mana hozir aytdingiz, mana qaysi so'zlarni gapirishni o'ylash deyapsiz, to'g'rimi? Lekin masalan uchun YouTube'da ham, Instagram'da ham juda ko'p kontent ko'ramiz. Unda ingliz tilini o'rgatishda, mana shu 4 ta so'zni bilsangiz, IELTS'ingizda, mana masalan uchun writing ishlatsangiz, IELTS balandroq chiqadi. Mana 3 ta so'zni gapirsangiz, balandroq chiqadi, speakingiz deb aytishadi. Demak, shular yolg'on ekanda. Xo'p, yaxshi savol. Menimcha unaqa kontentlar, xo'p, 90% attention uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni obunachilarni ko'paytirish, xolos. Masalan, 10 ways of saying thank you. Misol uchun. 10 xil usulda rahmat aytish. Thank you deyish uchun. Bu narsalar hammasi ancha gimmick hisoblanadi. Mening fikrimcha IELTS bu bir bilim imtihoni emas, bu skill imtihoni. Ya'ni siz examinerlar sizga qaysi so'zlaringizni bilsangiz emas, o'sha so'zlaringizni qanchalik ishlata olishingizni, qanchalik to'g'ri ishlata olishingizni va bunda sizda vaqt bosim bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni examinerlar qarab turgan bo'ladi. Ayni speakingda misol uchun, hozir siz bilan gaplashib turibmiz, qaysi so'z ishlatishimiz qarab turibsiz. Ya'ni spontaneous exam bo'ladi. Shunda masalan 10 xil yo'ldagi mana bu so'zni ishlatish yoki 10 xil sinonimi qanaqadir so'zni. Bu narsalar umuman muhim emas. Muhimi o'sha savolga siz to'liq, tiniq javob berishingiz va to'xtamasdan gapirishingiz, o'zingizni takrorlamasligingiz. Keyin mana shu yerda bitta muhim savolda. Mana leksika muhim qismi, to'g'rimi? Vokabni yaxshi bilmasligingiz. Xo'p, aytyapsiz, qaysi so'zni gapirishga e'tibor bersa, o'zi fake, ya'ni naturalniy chiqmay qoladi. Lekin baribir shunaqa so'zlarni ishlatishimiz kerak, to'g'rimi? Qanaqa shunaqa so'zlarni ishlatishni o'rganib olishimiz mumkin? Mana siz bilan inglizcha gaplashib ko'rdim, podkastdan boshqa joyda ham.
gapirayotganingizda o'sha unusual deydi o'quvchilar. Odatan bolalar ishlatmaydigan usulni ishlatyapsiz. Va bularni siz conscious ishlatmaysizda. Ya'ni tabiiy o'z-o'zidan kelyapti. Xo'p, shunaqaga qana olib chiqqansiz? Hop, buning uchun eng yaxshi texnika ko'pchilikning fikricha bu so'zlarni yodlash bo'ladi. Masalan, ChatGPTdan o'sha unusual so'zlarni oladida, yodlaydi va hattoki part 1 savolida ham, ya'ni what's your name dan tashqari masalan, part 1 boshidan do you work or student degan, do you work or are you student degan savolda o'ta ham akademik so'zlarni ishlatib yuboradi bolalar. Bu noto'g'ri yo'l. Bu tipi red flag examinerlarga. Examinerlar biladi. Hop, do you work or are you student degan savolga siz o'ta ham akademik javob berdingizmi? Examinerlar o'ylaydiki, to'xta, bu ancha yodlab olgan, kelib buni tekshirib ko'ramiz deb turib, ikki xil holatga soladi examinerlar. Birinchisi, savollaringiz, javoblaringiz oxirigacha eshitmaydi va bu narsa o'ta ham katta panikaga tushiradi insonda. Ko'p o'quvchilar ham misol uchun, "Meni eshitmadi examiner" deydi. Birinchi partda. Xuddi menda ham shunaqa bo'lgan. O'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Shu IELTS examiner o'tgan yilmidi 2025-yil yoki 2024-yil dekabrda topshirganda IELTS'ni speaking 7 chiqqan, writing 8. O'zim ham shokda bo'lganman. Keyin refund anaqa apellyatsiyaga ham berganman, no 7 chiqqan baribir. Part 1da umuman eshitmagan javoblarimni. Part 2da ham, part 3da ham xuddi shunaqa bo'lgan, kam eshitgan. Men panikaga tushgan va men o'zim xohlagan levelda hop o'sha perform qila olmaganman. Keyinchalik yaqindagi imtihonimda, oxirgi 9 olgan imtihonimda kirganimda part 1 почти gaplashmaganmiz. Hop, part 2 dan part 3 ko'proq so'ragan. No, ungacha men tushunganman bu nima uchun qilinayotganligini. Men part 1da o'ta ham akademik javob berib o'rganim uchun ular meni javoblarimni oxirigacha eshitmasdan keyingisiga o'tavergan. Ya'ni examinerga shunaqa biz vid bermasligimiz kerak, что javoblarimiz yodlab olingan. Даже что yodlab olingan bo'lsa ham. Buning uchun biz skill tayyorlashimiz kerak. Ya'ni imtihonni tushunishimiz kerak. Bu yerda ozgina psixologik tayyorgarlik ham muhim. Ya'ni sizda yaxshi ingliz tili bo'lishi mumkin, lekin shunda ham speakingiz past chiqishi mumkin. Masalan, yaqindagi o'quvchimda writing 8 chiqdi, speaking 6 chiqdi. Katta. Qanaqasiga? Katta farq, to'g'rimi? To'g'ri. Examiner eshitmagan. Examiner shunaqa holatga tushirib qo'yganki, u bola emotsional tayyor bo'lmagan holatga. Xo'p, men bilan speaking qilganda, men uni holatda intervyu qilmagandim, oxirigacha eshitganman, patient bo'lganman, no imtihon kirganda, misol uchun 6 olib chiqqan. Juda ham 2 ballik narsa farq. Asosan odatda naborat bo'ladi. Ya'ni speaking 8, shunaqa, writing ko'pchilik yomon ko'radi. Writing juda ham yaxshi bo'lgani uchun bemalol yozib chiqqan. Bunda asosiy narsa bu tushunish, что examinerlar javobingizni natural hisoblamayotganday his qilishi mumkin. Bu birinchi sabab. Shuning uchun keyingi qismdagi qani bu bola ikkinchi part 2da, part 3da qayerga savol berganda shunaqa javob bera oladimi? Shu savol. Ikkinchisi bu, xo'p, siz juda ham yaxshi javob berayotgan bo'lishingiz mumkin. Naturalni chiqayotgan bo'lishi mumkin. O'zim holatimda ham shunday bo'lgan. Yaxshi javob berganman, lekin oxirigacha eshitmagan. Part 2 bilan part 3da ko'proq gaplashish uchun. Ya'ni sizni qiyinroq savollar bilan sinash uchun. Yuqori ballga sizni agar belgilab qo'ygan bo'lsa, yuqori ballga yaxshi javob berasizmi yo'q? Shu narsani tekshirish uchun qiladi. Mana akademik deymiz u. Akademik degani menimcha bu universitetga tayyorlashda, to'g'rimi? Mana part 1, part 2, part 3 ni berishdan o'zi qanaqadir maqsadi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Misol uchun part 1 da o'zi nimani bilib olmoqchi bo'ladi, part 2 da nimani bilib olmoqchi bo'ladi. Menimcha studentlarni speakingda past ball olishini bitta sababi o'zi mendan nima kutyapti bu? Qanaqa gapira olsam, shu part 1 ni kriteriyasiga to'g'ri tushgan bo'laman degan narsa konkret bo'lmasligi mumkin. Misol uchun mana part 1 dagi savollar, nimaga o'zi beriladi shu savollar? Masalan, do you work or study? Yana qanaqa savollar bor? What's your favorite place to be? Juda general savollar. Yoki faqat hayotingizga oid savollar bor. Deep thinking bo'lmaydi, storytelling bo'lmaydi, to'g'rimi? Nimaga shu savollar beriladi o'zi va bolalar nima qilish kerak shu yerda? Xo'p, demak, savol part 1 dagi savollar o'zi har bitta section IELTSdagi o'zini maqsadiga ega. Reading, writing, speaking, listening ham. Masalan, oddiy misol listeningda part 1 bu note completion tekshirish uchun, ya'ni o'sha aytaylik hotel reservationni o'sha paytda yoza oladimi, ismni spell qilish, shunga o'xshagan narsalar. Section 2da misol uchun universitetga boradigan bo'lsak, map aylantiradi, universitetda kampusni aylantiradi. O'sha joyda o'zini topa oladimi? Part 3 esa discussion, teacher bilan discussion, research qilayotgan bo'lsa universitet level. Chunki academic IELTS bu university level. To'g'rimi? Ya'ni universityga admission uchun kerak bo'lgan narsa. Ya'ni o'sha IELTS shunchaki credible-ki, ya'ni ishonchliki, IELTS bilan 5.5 ko'rsatsangiz, ko'p chet el davlatdagi universitetlarga kontrakt asosida o'qishga kira olasiz. Shuning uchun ko'p narsani test qiladi. Endi speaking bu o'z-o'zidan muloqot, chet elda siz yashab keta olasizmi? Part 1 esa tanishish uchun asosan. Insonlar bir-birini
bilish uchun, bir-biri haqida umumiy faktlarni bilish uchun. Ha, culture assimilation bo'lish Ha, uchun xuddi shunaqa. borganda culture shock bo'lib, communitydan uzilib Yaxshi. qolmasligi uchun o'zini tanishtirish. Endi o'sha payt masalan internetda ham chiqadi-yu ko'p narsalar. How can I get to this place desangiz keyin I'll tell you top 3 ways of shunaqa kontentlar ko'p chiqadi-da. Misol uchun Ha, IELTS'da to'g'ri. ko'p o'qib o'rganda, shunaqa ko'p o'qib o'rgan, hali oddiy savolga ham o'ta akademik javob berayotgan. Shunaqa prikol videolar chiqyapti. Menimcha To'g'ri, juda mashhur bo'lib ketyapti. o'shanaqa holatga borib qolmaslik uchun-da. How can I get there degan savolga ko'chada bittasini tortib so'rasa, in my opinion deb Xuddi shunaqa To'g'ri. from my perspective deb turib aytadi. Shunaqa mana shu. Bu yerda straightforward bo'lish kerak. Menimcha part 1 da. Xo'p, savol berildimi? Javob, sabab, misol. Bo'lmasa misol shart emas. Ikkita gapli, uchta gapli bo'lishi kerak. Albatta point yetish kerak o'rniga, lekin ikkita, uchta gap yetadi. Undan ko'p. Part 1 da. Examiner oxirigacha eshitmaydi ham. Hop, part 2dan maqsad nima o'zi? Part 2dan maqsad bu storytelling. Part 2da juda ham ko'pchilik eng katta qiladigan xatosi bu menimcha, ya'ni qiynaladigan narsa bu albatta 2 minut gapira olmaslik. Nima uchun 2 minut gapira olmaymiz? Chunki bizda ana yerda 4 ta savol bo'ladi, bullet points bilan, to'g'rimi? Endi qachonki o'sha bullet pointlarga qarab turib biz gapiradigan bo'lsak, miyamiz u bullet pointlarni stand alone questions sifatida perceive qiladi. Ya'ni faqat to'rtta. mana shularga javob bersam Ha. bo'ldi deb gol qilib oladi-da O'sha o'shani. miya shu narsaga yo'naltiradida, 40 sekund yoki 1 minut ichida уже ana savollarga tirs javob berib bo'ladi. Natijada examinerga qarab turishaveradi bir-biriga. Keyin examiner uni uncomfortable holatga tushirmaslik uchun savol beradi, follow up. To'g'rimi? Endi menimcha bu yerda eng katta yordam qiladi. Keyin shu yerda savol aniqroq qilaylik, tushunarli bo'lishi uchun. O'sha savollarga o'zi qarash kerakmi yoki kerak emasmi? Xo'p, o'sha savollarga qarash kerak. Asli ularning maqsadi sizni speechingizni 2 minutlik speech, ya'ni ko'p bu 2 minutlik speechingizni structure qilish uchun, strukturalash uchun kerak bo'ladi. Lekin albatta har doim ham tushavermaydi. Siz storyingiz tushmasligi mumkin. Ya'ni IELTS bu narsa strict emas. Ya'ni juda ham qattiq qo'l baholamaydi. Ya'ni mana savolga javob bermadi, bu joyda mana savolga javob bermadi. Bu yerda eng muhim narsa how you felt about it degan joy bor. His-tuyg'ularni aytish. Ya'ni part 2da adjective ishlatish kerak. Part 2da examinerlar sizdan kutilgan narsa bu story. Agar story bo'lmasa, examiner engage qila olmaysiz. Story yo'q ekan, coherence bo'lmaydi, ideyalar bir-biriga ulanish va ishlatgan so'zlaringizni examiner eslab qola olmaydi. Ko'pincha holatida. Examiner sizdan story qabul qiladi. Xo'p, ikkita narsani tushunganman speakingda. Eng muhim narsalar bu birinchisi oldin aytganimga fluency, ikkinchisi bu o'sha examinerni engage qilish, qiziqtirish. Agar examiner qiziqtirilmasa, misol uchun bo'lmaydi. Misol uchun menga savol berishgan happiness haqida men boshida aytganman, happiness is a choice deganman. Examiner qanaqadir boshqacha yuz ifodasini ko'rsatgan. Ana shu joyda men bilganmanki, examiner o'zi qiziqayotgan. Ya'ni qanaqadir shunaqa quote'larni, forced emas, natural chiqadigan holatda yoki qanaqadir story bo'lishi kerak. Agar story bo'lmasa, gapirib berish qiyin. Va ko'pincha qiynaladi studentlar. Masalan, describe an interesting building, right, that you saw. Desa, misol uchun qiziqarli bino deganda, misol uchun ko'pchilik qaysi joyi describe qilar ekan deb qotib qoladi. Mana shu savol juda ham ko'p studentlarga beraman, javob berisha olmaydi. Bunda bitta narsa, xo'p, javob berayotganda part 2da studentlar har doim ham aynan o'sha narsa haqida gapirish shart emas. Ya'ni o'sha aytilayotgan item yoki bino yoki birorta narsa, xo'p, o'sha narsa bo'yicha ularni boshdan kechirilgan momentlar haqida aytib bersam bo'ladi. Misol uchun, interesting building deb hisob bo'lsa, aytaylik, ertalab biz tripga chiqdik, oilaviy, ertalab turg'izishdi, bunaqa qilishdi, yo'lda ketayotgandik, mashinamiz narsasi buzilib qoldi. Sekin aytib berib turib, storyga ozgina background qo'shib, xo'p, o'sha buildingni ko'rgungacha bo'lgan experiencelar haqida gapirib, o'sha building ozgina describe qilib ketsa ham, it was majestic, bu desa ham tugaydi. 2 minut o'sha gapirib bo'ldi. Ha, demak studentlarning muammosi berilgan objekt haqida gapirishim kerak faqat. Agar undan chiqib ketsam, bo'ldi, men off topicman deb turib qo'rqib, bitta narsa haqida ko'p gapiraverishadi va informatsiya tugab qoladi keyin 1 minut ichida. Chunki to'g'risi men o'zimizni uyimizni tasvirlab bering deyishsa ham, kimni tasvirlab bera olmayman-da, chunki mana nechta xonasi bor. Buncha xonasi bor, mancha kvadrat metr, chiroyli, zamonaviy, nima bor? Takrorlaydi yani. To'g'ri. Juda yaxshi narsa. Bitta ham agar obyektiv tarzda tasvirlab berishadi, ozgina subyektiv fikrlar qo'shish kerak. Ya'ni bo'lgan voqealar, his-tuyg'ular. His-tuyg'ularga kelganda, misol uchun, ikkita uchta his-tuyg'u bo'lishi mumkin. Bundoqda chiroyliydi, qiziqarliydi, qiziqarliydi. Bitta narsani takrorlaydi. Bu o'zidan past balodi. Ular o'ylashi mumkin, men zo'r so'zdan ishlatdim. O'quvchilar chiqadi. Mana so'z ishlatdim, bal 6,5. Nima uchun? Story yo'q yoki fluency yaxshi bo'lmagan.
yoki o'sha so'zni ishlataman deb turib orqaga qaytgan, o'zini takrorlagan. Ko'p studentlarda shunaqa holatda gapiradida, ideyani gapiradi, keyin miyasida ana so'zni ishlatmadim-ku deydi. Paraphrase qilib ko'radi o'shalarda, to'g'ri? O'sha narsani takrorlab gapiradi. U hech qanaqa ball bermaydi. Aytganimda boya aytdim, examinerlar IELTSda knowledge imtihon emas, IELTS bilim imtihoni emas. IELTS bilim imtihoni deganda bu nima tushunasiz? Masalan, siz aytdingizmi? Masalan, bitta fikrni aytdim sizga, deb turib orqaga qaytib I mean deb turib, boshqa so'z bilan ishlatsam, examinerga bu xuddi bunaqada. To'xtab turing, men mana so'zni ham bilardim deb turib qo'shib ketishdi. U bunaqa emas. IELTSda skill, ya'ni o'sha so'zlarni qanchalik siz vaqt bosimi davomida ishlata oladigan holatga kelgansiz. Siz aytdingiz, o'sha unusual so'zlarni siz unconsciously ishlatasiz deb aytdingiz. Mana o'sha so'zlar, hop, gapirayotgan paytda imaj so'z ishlatishim kerak, u odamni hayratda qoldirish uchun degan holatda ishlatmayman so'zlarni. O'sha naturalni keladi, o'sha joy-joy turib ketgan. Ya'ni fine tuning stage'da 8:30 dan 9 ga, 8 dan 9 ga sakrayotgan paytda. Bu narsada ich-ichiga hop turib ketgan. Men o'shani qilish uchun baribir old o'sha traditional style o'qish kerak, menimcha. Ko'pincha holatda. Zo'r, xo'p. Keyingi men qiynaydigan savol. To'g'risi men hayotda ko'p ko'rganman. Ba'zilar o'ta qattiq o'qiydi. Really hard working studentlar bor, lekin skor o'smay turaveradi. Misol uchun qattiq tayyorlandi, 3 oy tinmasdan o'qiydi, 7 chiqadi. Yo 7 dan qoniqmaydi, chunki 8 da o'zi aim qolgan bo'ladi, 8 maqsad qolgan bo'ladi. Yana qattiq o'qishga kirishadi va yana 7 chiqib qoladi. Bunaqalar menimcha hayotda ko'p bo'lsa kerak. Yo men shunaqalarni ko'p uchratganman, yoki shunaqalar hayotda ko'p. Lekin ba'zi o'quvchilar bor, men o'zim taniyman ba'zilarini ham. Hatto yigit tanirdim, umuman o'qimasdi-da, bir o'qituvchiga 1 oy chaqatmadi. Speaking 5 bo'lgan, 1 oy ichida imtihon kirib, speakingdan 6,5, writingdan 6, xullas skori 6 qilib turib Dubayga ketdi-da. Umuman o'qishsiz ko'tardi birga. Ba'zan ham bilib qolamiz, biz misol uchun mana qattiq o'qib yurgan do'sti pastlaroq qo'yadi, lekin qattiq o'qimayotgan yigit kiradi-yu, normalniy baloq chiqib ketadi. Ya'ni isn't it about luck? Ya'ni omadga bog'liqmi yoki mana hard working qilayotganlar xato o'qiyotgandanmiki yoki nargilarning omadi kelib qolayotgandanmiki? Xo'p. Bunaqa keyslar menda ham bo'lgan. Yaqinda ham bo'ldi. Yaqinda o'quvchim imtihon kirdi. Writingdan overall 7, writingdan 7 oldi. Xo'p, o'qish olganda o'sha paytgacha u bola jami 6 ta essay yozdi. 2 ta yangi o'rgatganimda yozdi. 4 ta keyin yozdi. Imtihongacha uni rosa urishdim, nima tashmayapsan, imtihoni ertaga, imtihoni emas. Uni imtihonni surdirdim men. U вообще non-challenge. Ya'ni imtihon haqida o'ylamaydi. O'sha calm yuradi-da, masalan. Xo'p, uncha o'ylab, stressga tushadigan bola emas-da. Shunaqa yurdi. Keyin writingdan 7 chiqdi. Imtihonda savol ham o'ta qiyin tushganda. Misol uchun people nowadays search about their family history, right? Why is this? Is the positive and negative development? Shunaqa narsa tushgan. Pie chart tushgan. Ana shu topic haqiqatan ham qiyin. Men o'zim ham yozib ko'rganman, o'zim ham qiynalganman. Chunki family history nima uchun? Bu pozitiv narsa, negativ narsa. No, oddiy kundalik hayotda o'ylaydigan narsa emas-da bu. To'g'ri. Ana shu narsaga 1 soat ichida yozib chiqqan. Keyin 7 chiqqandan keyin aytdim, qana narsa qilding. Dedim, 4 test yozgan hozir deb turib kanalni tashlagandan keyin teacher to'g'risini aytsam, mana 4 testni ham ChatGPT bilan yozgandim degan. ChatGPT dan vocabulary yozganman. Bitta boshqa o'quvchim 3 oy tayyorlandi. Asosan writing tayyorlandik. Reading listening yaxshi edi. Faqat writing tayyorlandik. ChatGPT bilan Android Premiumdan olib juda ham zo'r tayyorlandi. Men ishlatmagan so'zlarni ham ishlatadi ba'zida, lekin writing kirib, imtihon kirib 6 olib chiqdi. Menimcha bu yerda asosiy narsa bu bitta narsani tushunish kerak writing bo'yicha. Xo'p, ko'p studentlar writingda oshirish uchun, sizlar instruktorlar ham aytadi, o'sha 9 olgan instruktorlar boshqa writing yuqori ball instruktorlar aytadi, shu writing oshirish uchun biz o'sha collocationlarni, chunklarni yodlashimiz kerak deydi, to'g'rimi? Chunk learning culture ko'p rivojlangan writingda. Mening fikrimcha shu narsani to'g'rilash kerak. Nima demoqchiman? Xo'p, studentlarda shunaqa fikr bo'lib qolganki, men chunk yodlab yursam, ChatGPT essayni tashlayman, essayimni improve qilib beradi, undan keyin chunklarni yozib olaman. Shunaqa qilsam writing oshadi deb o'ylayman. Bu katta xato hisoblanadi. Ma'lum bir xato narsani esdan chiqarish qiyin demoqchisiz, to'g'rimi? O'rganib qo'yganmiz-da, grammar, vocab deb miya shunga o'rganib qolgan, to'g'rimi? Shu javobni полностью quote bilan aytdim. It's not that learning is difficult, it's unlearning. Ya'ni birinchi boshqatdan o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman hammasini. O'sha fundamentni.
o'shandan keyin menimcha qattiq o'qiganlar ham hammasida shu fairness bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Mana hozir bizni kuzatayotganlarda mana bunaqa odamlar ham borda, o'zi IELTSga o'zi registratsiya qilib qo'ygan. Aytaylik, men registratsiya qilib qo'ydim IELTSga, 30 kun vaqtim qoldi. Nimaga e'tibor qaratishim kerak? Hop, birinchi o'rinda 30 kun vaqt qolgan bo'lsa, hop bitta mock topshirish kerak, yaxshi joyda. Shu step by step aytaman. Mock topshirish kerak. Mockdan natijadan ko'rib, aniq feedbackni qabul qilib, hop qarash kerak. Baribir har bitta o'quvchida shunaqa section bor, o'sha section yaxshi ko'rib qiladi va o'sha section baribir yuqori chiqadi. To'g'rimi? Ko'pchilikda menimcha listening bu. Listening 8 qo'y, hammasi 6 chiqishi ham mumkin. Hop, listening tashlab olmagan holatda listening iloji 9 ga ko'tarish kerak. O'sha qaysi section yaxshi ko'rsa yoki qaysi sectionda o'zini comfortable his qilib turib yetsa, o'sha sectionni oxirigacha bosish kerak, chunki aynan o'sha section imtihon kuni uni polностью ko'tarishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun masalan listening bo'lsa, listening yaxshi bajarish kerak. Reading bo'lsa, reading, speaking bo'lsa, speaking. O'zi yaxshi ko'rib qiladigan narsani o'quvchi любой paytda qiladi. Undan keyin inson o'quvchi o'zining insecurity'larini aniqlab olish kerak. Insecurity bu, xo'p, o'sha narsada o'zini xavfli his qiladi. Ya'ni imtihonga kirsam mana tushib qolsa-chi, bo'lib qolsa-chi degan, o'sha narsalar bor. Masalan, task 1 yozish bilmasa, imtihonga 30 kun qolganini tayyorgarlik ko'rish kerak. Qanday qilib? Ya'ni basicsdan boshlash kerak. Task 1 nimalar muhim, qanday yozish kerak, o'zi qanaqa imtihon, orqaga qaytish kerak. Tushunmayaptimi? Mana o'rgatayotgan materialni tushunmayaptimi? Bitta orqaga qadam tashlash kerak. Doim bitta orqaga qadam tashlab o'rganish kerak. Task 1ni masalan writingni o'rgatilganda, misol uchun ko'p instruktorlar o'rgatganda ham, xo'p, introduction shuni yozadi, mana unda yozadi. Ya'ni birinchi purpose tushuntirish kerak. O'quvchi bigger picture ko'ra olish kerak-da. O'zbekchada argument tuzish o'rganish kerak. Qanaqa qilib tuziladi o'zbekchada argument? Boya iPhone, Galaxy misol tuzdik. O'shanda framework shakllanadi, o'ylash shakllanadi. Shundan keyin o'quvchi yoza oladi. Agar basics tushunmasa, advanced o'rgataversangiz, unda natija qiyin bo'ladi. Juda ham ko'p o'sha caselar bo'lgan, o'quvchilarga advanced o'rgatganmiz, natija past bo'lgan, natija kutilganda bo'lmagan, basics o'rgatganimizda ozgina o'qib ham yaxshi natija olishgan. Aynan skill qurish uchun. Endi xo'p, insecurity'larni aniqlash kerak-da. Reading the matching headings mi u, matching information question type mi yoki aytaylik listening multiple choice mi? Ularni hammasini aynan o'shadagi target qilib, deliberate practice qilish kerak, ishlab chiqish kerak. Matching headingsga kerak bo'lgan skilllar nima? So academic writingni tushunish. Academic writing strukturasi qanaqa bo'ladi? Topic sentence, supportive sentence, example sentence, counter argument berish, keyin shunaqa concession methodda yozilgan paragraflar, ularni hammasini yaxshilab tushunish kerak. Ana undan keyin practice bajarish kerak. Agar imtihonda insecurity bilan birga kirsa, miya уже stress holatga tushadi. Miya o'zi stressda bo'ladi imtihonda, bosim, to'g'rimi? Chunki ko'p narsa, erta pul bor, erta ota-ona ishonchi, erta orzular, hamma narsa bor. Aynan o'sha stressni to'g'ri yo'lda, umumiy yo'lda foydalanish uchun anxiety kirmaslik kerak. Agar o'sha narsa tushib qolsa, deb turib tushsa, tugadi. Luck favors the prepared mind degan gap bor. Ya'ni omad faqatgina kuchlilarga boqadi. Agar kuchli bo'lib kirsa, doim yuqori ball oladi. Unga yaxshi natija garanti berilgan. Hamma narsada comfortable, to'g'ri. Nima narsa tushsa ham ready. Lekin qanaqa narsa tushib qolsa, o'sha narsa keldimi, уже past ball olish aniq. Demak, sizga statistik javob, ya'ni eng oson bo'lgan ishni maksimumga ko'tarib olish va eng qiyin bo'lgan ishni normalga chiqarib olish. Normalda o'zi normalda biz uchun, to'g'rimi? U 1000 ishlasak ham bizcha maksimum ketish qiyin. Shunda average barobar chiqadi. Xo'p. Keyingisi. Mana to'g'risi, o'zim yana ko'p ko'rgan o'quvchilardan, studentlardan misollar. Studentlar, masalan, mana hozir 4 oy IELTS o'qiyman deb to'lov qiladi, 4 oy o'qiydi, lekin 4 oydan keyin topshirmaydi ko'pchilik bilsangiz. 6 oyga surib qo'yadi, 7 oy, ba'zilar 1 yildan beri o'qib yuraveradi IELTS'ni. To'g'rimi? Ya'ni delay ko'p. Masalan, 4 oydan keyin IELTS topshiraman degan bola o'zi 7 oy, 8 oyga o'tib ketib qolaveryapti. Xo'p, qanaqa biz o'zimiz qo'ygan deadline-ga tayyor bo'lishimiz mumkin? Hozir ko'pchilik, masalan, mana o'quv markazida aytib beramizda, o'quv markazida masalan 14 ta bola bitiradi kursni, lekin 3-4 tasi IELTS topshiradi xolos o'sha vaziyatda, bilasizmi? Yo, o'qituvchi bilan gaplashib, yana kurs davom ettiraylik deydi, yoki boshqa o'quv markaziga borib turib, yana o'qish davom ettiradi-da. Ya'ni o'zimiz qo'ygan deadline orqada yuraveramiz. Nima sabab bo'lishi mumkin shunga? Qanaqa biz qo'ygan deadline'imizda aniq IELTSga tayyor bo'lib turib IELTS topshirish mumkin? Ha, tushunarli. Ozgina tanqidga o'xshab ketishi mumkin gapim.
javobim, lekin bu achchiq haqiqat. Menimcha bu yerda katta rol o'ynaydigan narsa bu shu insonlarni yangilikka bo'lgan intilishi. Siz o'zingiz bilsangiz kerak, işte biz doim yangi narsalarga intilamiz. Misol uchun dushanbadan boshlash, varog'i kitobni daftarni yangi varog'dan boshlash, yoki yangi yildan boshlash, yangi narsadan intilamiz, to'g'rimi? Xo'p, ko'pchilik yangi etapga o'tishga qiziqadi. Manda juda ham ko'p, deyarli 100 tadan o'quvchini o'qitganman o'tgan oylar ichida. Shu 100 ta o'quvchilardan juda ham ko'pi kelganlar bitta muammo, hammasida general Englishda muammo bor. General English degani bu grammatika deyman men. Nima uchun? Chunki IELTS tabga o'tdim, shunaqa fikr bor. Ko'p o'quvchilar IELTS tabga o'tdim, grammar o'qimayman. Nima uchun grammar o'qishim kerak? Bularni men present perfect continuous nima uchun uni o'qishim kerak? Present perfect simple. Masalan modal verbs. Modal verbslarni nima uchun o'qishim kerak? Men уже IELTS tabda menga o'rgatish kerak, matching headinglarni ochishi, texnikalar. Bola IELTS tab o'tgandan keyin kutuv nima? Texnika o'rganish, qanaqa strategiyalar, texnika miyaga o'rnashib qolgan. O'quvchilar texnika strategiyalarni isbotda o'rgatamiz. O'rgatganimizdan keyin ularni qo'llab olish uchun bolada bilim ingliz tili bo'lishi kerak. Ko'pchilikda holat shunaki, 4-chi etap pre-IELTS etap deydi. Ko'p joyda shu pre-IELTS etapni bitiradi, grammar uncha yaxshi bo'lmaydi. Keyin IELTS etapga kelganda bosh yaxshi ketadi. Bosh smooth ketadi. Passage 1 oson, listening section 1 oson, part 1 oson speakingda, writing hali o'tmaydi, writing o'tmaydi. Keyin writing kelganda o'zi sekin qiyinlashib boshlaydi. Passage 2 o'tganda o'zi sekin tushadi, ancha. Passage section 2 multiple choice kelganda vobshe tushadi. Passage 3 ga kelganda umuman yetib olmaydi. Natijada cho'zilib ketaveradi. Buni asosiy narsasi, ya'ni o'sha boyagi aytganim, bitta orqaga qaytish. Bitta orqaga qaytib basics yaxshilab, keyin oldinga surish kerak. O'shanda IELTS o'zi shunaqa imtihonki, 2-3 oy tayyorlansangiz yetadigan imtihon. Agar sizda yaxshi mavzu bo'lsa, 2-3 oyda, misol uchun, men bemalol tayyorlab qo'yaman o'quvchini IELTSga. Chunki IELTSda, misol uchun, men o'rgataman nimalarni. 2-3 oy tayyorlayman, tayyorlay olaman deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Nimaga ishonib bu narsani aytyapsiz? Chunki men o'zim 9 gacha, xo'p, bosib o'tdim, 7 dan 9 gacha chiqqanman. Bir vaqtda lekin 6,5 da ham bo'lganman, 6 dan bo'lganman, topshirmaganman, lekin darajam shunaqadaligini bilganman. Menimcha 6 bo'lsa kerak darajam. Va o'shandan qanday qilib oshganimni bilaman-da. Hammasini boshdan kechirganman, bolalarda ko'rganman, boshqa instruktorlarni, o'quvchilarni ko'rganman, ko'p case ko'rganim uchun anaqa ayta olaman. O'zimda o'quvchilar ham bo'lgan, shunaqa natija ko'rsatgan. Mana qarang, mana to'g'risi menga sal shocking bo'lib tuyulyapti. 2-3 oyda o'zi tayyorlab bera olaman deyapsiz, to'g'rimi? Aytaylik, men grammatikani zo'r o'rganib keldim. Vokabam yaxshi. Men bilan nima qilasiz? Shunda men skorim oshib ketadi. Aynan nima qilishni aytasiz menga? Yoki menga nima qilasizki, men zo'r balo olib ketadigan bo'lib qolaman. Birinchi o'rinda sizga yaxshi study plan tuzib beraman. Study routine. Bu bir. Ikkinchisi esa, xo'p, birinchi o'rinda o'sha IELTS nimaligini tushuntiraman. IELTS nimaligini basics, qanday asas qilinishini, nimalar o'qishingiz kerakligini. Ana undan keyin bitta sectionlarga to'xtalib o'tamiz. O'sha writingni ham basics qilib o'rgataman, o'zbekchada tushuntiraman-da. Writing shunaqa narsa asli, argumentni bunday quriladi. Chunki birinchi o'zbek tilida tushunsa o'quvchi, keyin ingliz tilida realizovat qila oladi bu narsani. Xo'p, agar sizda yaxshi ingliz tilida o'ylash qobiliyatlari rivojlangan bo'lsa, ko'p imtihon cho'zilmaydi. Masalan, Redditda ham ko'raman ko'p bolalarni, ingliz tilisi yaxshi. Yaxshi ingliz tili, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgangan. Native emas ular. Native desam, hozir meni argumentim false yalanadi. Native emas, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgangan. Imtihonga 2 hafta tayyorlandim, mana shu balga yetdim deydi. Lekin asosiy tili boshqa til. To'g'ri, ular ingliz muhitida yashashi mumkin, lekin ingliz tilini prosta o'rgangan. Shunaqa holat bor. 1 oy tayyorlandim, 2 oy tayyorlandim. Кейsda juda ham ko'pda. Ularni misol uchun ulardan ko'p muloqot qildim. Nimalar qilding, nimalar bo'ldi? Nima uchun ikkinchi til nativemisan deb so'rardi ulardan. Yo'q, native emasman, shunchaki o'rganganman ingliz tilini, shunchaki o'qiganman. Ingliz tilida fikrlash, ingliz tilida sense rivojlangandan keyin men uchun ko'p ketmaydi IELTSga. Chunki o'rganadigan narsa ko'p emas. Qarang, mana shu yerda gap aytdingiz-ku. Men writingni o'zbekchada tushuntiraman deyapsiz, to'g'rimi? Endi siz 9sizda, siz darsga kirishdan oldin odamda o'z tasavvuri juda dahshat bo'lib ketadi. Hozir kirsam native odamga o'xshab gapirib, ingliz tilida shunaqa zo'r gapirib, menga writing tushirib qo'yadi, miyamni qo'yib qo'yadi, men ham zo'r ketaman degan tasavvur bilan keladi studentlar darsingizga, to'g'rimi? Lekin darsingizga kirsangiz, shata o'zbekchada writing tushuntirishni boshlasangiz, bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? O'zi mana IELTSda ingliz tilida tushuntirish kerakmi? Soddaroq qiladigan bo'lsam savolni, yoki o'zbekcha tushuntirish kerakmi? Xo'p, mana bitta prinsip bor. Xo'p, o'quvchi sinfimdan tushunmasdan turib ketmasligi kerak. Men uni qanday bilaman? Ko'ziga qarab turib bilaman.
Xo'p, shunaqa gapirish kerakki, 5 yoshli bola ham, 10 yoshli bola ham tushunishi kerak bu narsani. Shuning uchun masalan boya men iPhone va Galaxy misolini ko'rsatdim. So iPhone Galaxy misol uchun top mavzu, bolada debate bo'ladigan. Shu teenagerlarda yoki o'sha yosh bolada maniki kuchli, bu kuchli, bu kuchli, kuchli. Messi kuchli, Ronaldo kuchli. Shunaqa narsa, shunaqa misolda o'quvchini birinchi tanib olamanda ingliz tilida gaplashib, ya'ni dars ingliz tilida so'zladi. Keyinchalik hop qarayman, holatga qarab. Ingliz tilida tushunadigan holat bo'lsa, ingliz tilida tushuntiraman. Chunki ba'zi bir bolalarda 5,5 IELTS bo'lishi mumkin. Ular men gapirsam, ingliz tilida gapirsam ham tushunmasligi mumkin umuman. Yoki birinchi o'rinda menda shunaqa prinsip, o'quvchi yaxshi tushunishi kerak, basicni. Agar ingliz tilida gapirayotganda o'ta simple gapirsam, o'quvchilarda misol uchun o'ta simple gapirar ekanlar. Men ozgina so'zlarni qo'shadigan bo'lsam, stop men o'zimni authorityni ko'rsatish uchun, u tushunmay qoladi. Shuning uchun yaxshi metod bu o'zbekcha tushuntirish. Lekin polniy o'zbekcha emas darsiz, to'g'rimi? Meni fikrimcha bu zarar emas. Misol uchun dars misol writing o'zbekchada tushuntirsa, wow, bo'ldi, bu bola yaxshi ball olmadi. Yo'q, menda o'zi yaxshi ball olganlar ham bo'ldi. Ya'ni bitta yo'lga ko'p approachdan borsa bo'ladi-da. Bu savol menga qaydan keldi? Chunki ma'lum o'quv markazida qiymatini zo'r qilib ochib berish uchun strict qilib qo'yadi-da. Men bu leveldan faqat ingliz gapirishadi. Shunda studentlar kirganda, wow, teacher faqat ingliz tilida o'tar ekan, bu yerda ingliz tili muxti bor ekan deb turib qanaqadir impressed bo'lishni xohlaydi-da. Shunga so'ragandim. Ingliz tili muhitini o'quvchining ichida qilish kerak, albatta, buni inkor etmayman. Lekin misol uchun tushuntiryapsizda cohesion deyapsiz, yo coherence deyapsiz, o'quvchi nimaligini tushunmayapti. Cohesion nima, coherence nima? Miyada tushunib qo'ying. Cohesion yaxshi emas, dedi o'qituvchi. O'quvchi, ha, tushunarli dedi. Hammani oldida uyaladi. Nima u coherence? O'quvchini bitta qaraydi. Bilmaysanmi deydi. O'quvchi, yo'q, bilaman, bo'ldi, esladim. Shunaqa holat tushmaslik kerak. Ya'ni o'quvchi bemalol so'ra oladigan holat bo'lishi kerak, comfortable bo'lishi kerak so'rash uchun. Baribir birinchi til rol o'ynaydi, language rol. Ya'ni birinchi tilda o'quvchi eng comfortable his qiladi. Agar u qanaqa xarakteri bo'lsa, qat'iy nazar, birinchi tilni o'zbek tilida to'liq tushunadi. Cohesion o'zi umuman tushunmasligi mumkin. Cohesion nima, coherence nima? Ularni ingliz tilida tasavvur qilish bu boshqa narsa-da. Birinchi o'zbek tilida coherence nima, gaplarni bir-biriga ulash nima, shuni bilish kerak. Chunki mana nutq umuman rivojlanmagan bo'lishi ham mumkin o'quvchida. Bitta voqeani, misol uchun bitta avariya bo'lganini aytib beradigan bo'lsa, palapartish aytib berish ham mumkin. Bir-biriga ulab, keyin bunday bo'ldi, bunaqa bo'ldi. O'quvchi oldin shu narsani underline sense of cohesion and coherence shuni rivojlantirish kerak. Buning uchun men doimo language manga yuzaraman, language manni ishlataman, ya'ni o'zbek tili, rus tili, agar rus tili o'quvchilar yevropeyskiy bo'lsa, rus tilida tushuntiraman-da. Keyin undan keyin ingliz tilida davom ettiraman. Bo'ldi, tushundingizmi? Mana shu narsa va hozir biz shu narsani o'rganamiz. Writing asosiy narsalar shular. Deyman, o'quvchi basics tushunmagandan keyin u yog'iga qurish oson bo'ladi. Advanced hozir bizda AI chiqqan. AIda misol uchun juda ham ko'p materiallarni o'quvchining leveliga personalize qilib turib, tailor qilib turib, yo'naltirib ketsa bo'ladi. Aynan shuning uchun men aytamanki, 2 choy aytadi deb o'ylayman. Zo'r. Qarang. Hozir biz bu yerda shunaqa gaplashishimiz kerakki, o'ta ko'pchilikda bo'lgan muammo yechilish kerak-da, sizning maslahatingiz orqali. Ko'pchilikda men bitta narsani bilaman. Endi to'g'ridir, balki xatodir. Hali men amin emasman bu narsaga. Ya'ni agar bolaga, studentlarga speakingni kuchaytirishing kerak desangiz, u ko'pchilik nima qiladi? Shu questionlarni example answerlar bilan o'qishni boshlaydi-da. Bilamizmi? Bu traditional kitoblar shunaqa o'zi, speaking question va pastida uni example, sample answer va uning ichida ma'lum bir so'zlar highlight qilib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, men o'zim shaxsan o'ylayman, to'g'ri metod. Chunki qanaqa gapirishni bila olyapti, lekin u bilan yana ham qanaqa qilib yaxshiroq ishlasak bo'ladi. Shunda speaking yana ham zo'r chiqadi. Sababi studentlar u yerga borib ham shu moduldan chiqa olmasdan gapirib qo'yish mumkin-da. Fake bo'lib ketib qoladi-da. Aynan mana shu joyda mana shu so'z ishlataman yoki ideya bo'ladigan bo'lsa, birov ideyasini ko'chirib, natural chiqmay qoladi-da. Ya'ni ba'zilar aytadi, speaking zo'r bo'ldi, nimaga desa, o'zim holatdan gapirib berdim, yolg'on gapirmadim deydi. Ya'ni samplelar bilan o'zi qana ishlash kerak bola, shunda sampledan maksimum result oladi. U yoqqa borganda fake narsa chiqarib qo'ymaydi. U yoqqa borganda sample eslash kerak bo'lmaydi. Natural samplega o'xshab gapiradi. Qana ishlash kerak o'z samplelar bilan? Bir 98% o'quvchi xato ishlaydi sample bilan. Chunki shunaqa. Menda at least in my experience, men o'quvchilarga sample berganda juda ham shunaqa bo'lgan, ki o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Hop, imtihondan oldin shunaqa vaziyat bo'lyapti. Speaking tayyorlanmaganman. Writingda ham bo'lgan bu narsa holat.
ChatGPT bilan ishlaganmanda va sample essay o'qiganman birinchi yoki artikel o'qiganman qanaqadir mavzuga. Birinchi hamma studentda bo'ladi. Writing, essay yozishdan oldin yoki qanaqadir mavzu gapirishdan oldin sample o'qib olishim kerak. Bitta artikel o'qib olishim kerak deydi. Ideya, input olib olishim kerak deydi. To'g'ri, ideya kerak. Lekin menda shunaqa holat bo'lgan, artikel o'qiganman, sample o'qiganman. Keyin yozishga kelganda o'zim essay yozishga kelganda yoki gapirishga kelganda miyamda unrealistic expectation bo'lyapti. Hali o'qigan stilimda, ya'ni o'qigan artikel yozilgan stilda, o'shandagi gaplar, o'shalarni miyada shunaqa urge paydo bo'lyaptiki, o'sha narsadan ishlat, o'sha narsadan ishlat, orqaga qaytib o'sha narsadan ishlat. Bu narsa meni gapirishimga flow, fluency edi. Writing ham fluency bo'ladi. Writing bu fluency siz o'zingiz ideyangizni hop to'liq o'sha uzun yoritib berishda, masalan collocationlarda yoritib berish. No, hop siz ideyangizni qanaqa qilib yoritib berishingiz sizdan chiqadigan collocationga bog'liq-da. Lekin siz agar u yerdagi collocationni yodlayversangiz hammasini, ba'zida collocationlar shunaqa ko'pki, siz butun gapni yodlayverishingiz to'g'ri keladi. Ideya shunaqa chiroyli qilib yoritib bergan bo'ladi. U unaqa levelda siz yoza olmaysiz. Yozaman desangiz, u copying kiradi, ko'chirishga kiradi. No, imtihon, ya'ni practice conditionda sizda turadi, to'g'rimi? Boshqa windowga o'tasizda qaraysiz, hop mana ekan, yozib qo'yasiz. Menda shunaqa holat bo'lgan, essaylarim zo'r chiqqan. Lekin o'zimga honest bo'lganman, shu men bu ko'chiryapman, bu yaxshi ish emas, bu ko'chirish. Endi to'g'ri ishlashga kelsak, hop, birinchi o'rinda menimcha borini chiqarib gapirish kerak, borini chiqarib yozish kerak. Undan keyin improve qilish kerak. O'sha ideyalaringizni, hop, o'sha essayingizni yoki o'sha speechingizni yozib olganda holatda improve qilishingiz kerak. Mana shu eng zo'r yo'li. Samplelardan, masalan, speakingda, hop, band 8, 9 samplelarni o'qiyotganda prosta qanaqa bo'lishini ko'rish kerak. Lekin ular ham har doim reliable bo'lmaydi. Prosta u bitta band 8lik sample xolos, bitta 9lik sample xolos. Masalan, bitta band 9 sample deb qo'yib turib, ichida juda ham ko'p advanced vocabulary bo'lgan bo'lsa, bolada unrealistic expectation bo'lishi mumkin. Keyin bag'da, misol uchun, ba'zi bir speakerlar gapirganda degan ovozdan chiqarsa, misol uchun ko'p ko'rdim. Instagramdagi o'qituvchilar misol uchun band 6, band 9 deb turib, band 9 5 marta o'zi 9 olgan instruktor gapiryapti, speakingdan 9 olgan. Deb gapirdi, natural chiqyapti bu kommentariyada, lekin ba'zilar aytayapti, demaslik kerak 9 olgan deydi. Tushunisizmi? Unaqa expectation bo'lib qoladi-da u narsa. Bu narsani hech kim supervise qilmasa, o'qituvchi supervise qilmasa, o'qituvchi shunaqa nyuanslarni aytib turmasa, уже ana bola shunaqa expectation bilan imtihon kiradida, keyin o'ta ham perfect experience qilishim kerak, performance qilishim kerak deydi. Unaqa qila olmaydimi? Keyin pastga tushib, past bo'lib chiqadi. Eng katta, menimcha global muammo shu hisoblanadi. Bu narsaga approach to'g'rilash. Sample essaylarni prosta ko'rish kerak. Ichidan ideya olsa bo'ladi, ozgina vocabulary olsa bo'ladi. Grammar. Lekin yodlab olmaslik kerak. Ya'ni chunk sifatida ko'chirib, unga o'zini example'larni tuzsa, keyin o'shanda o'ziniki qilish kerak. Agar speaking bo'lsa, speak qilish kerak, gapirish kerak masalan. 3-4 ta og'zaki example'lar tuzib, talaffuzi bo'yicha ham to'g'ri bo'lish kerak. Chunki ko'pchilik misol uchun yodlab oladi so'zlarni, imtihonda birinchi marta aytadi so'zlarni. U boshqacha g'alatalarga urg'u bilan chiqib ketadi-da. Talaffuziga ham borgan bo'ladi. Prefer deb boradi misol uchun. Prefer emas, prefer deb boradi. Chunki biror marta uni praktik qilmagan. Yodlab olgan xolos. Imtihon qilgan imma so'zi kelib qoldi deb aytadi. Lekin pronunciation past, masalan, vocabulary yuqori chiqishi mumkin, pronunciation past chiqadi. To'g'ri. Bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun umumiy balga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun menimcha sample essaylarni iloji boricha kamroq qilib, birinchi o'rinda o'zini bor bilimidan foydalanib, bor inputdan foydalanib turib, keyin uni inputni outputini naqd qilish kerak. Ya'ni birinchi bor bilimidan foydalanib turib, inputini yaxshilash kerak. Xo'p, mana shu gapingizdan tushunyapman, aytyapsiz mana. Bizni fokusimiz juda ham ko'p vocab bilan grammarga qaratilib ketgan. Shu bizni natural gapirishdan to'xtatib qo'yapti, to'g'rimi? Fluent gapira olmaymiz-da. Chunki grammarga ko'p e'tibor berib boramiz, mana so'z ishlatishim kerak deymiz. Kamroq so'z bilan ham fluent bo'lsa bo'ladimi? Albatta. Qanaqa? Hop, intermediate-dan, hop, ayniqsa intermediate o'quvchilar uchun, masalan, pre-intermediate-dan, hop, o'sha ko'p o'quv markazlarida ingliz tilida gapirish boshlanadi, to'g'rimi? O'shanda aytib bilsangiz, misol uchun xato bo'lsa ham gapirtiraveradi. O'qituvchi xato bo'lsa ham to'g'rilamaydi. Ya'ni environmentda shunaqa qilib qo'yadiki, bola bemalol comfortable gapiradi, xato bo'lsa ham. Lekin sekin-sekin yuqori etapga chiqqanda, o'sha o'quvchilarda
ya'ni o'qituvchi qilmaydi masalan, o'quvchilarda o'zi paydo bo'ladi shunaqa qo'rquv, xato qilib qo'ymaymanmi, xato qilib qo'ymaymanmi degan fikr, yagona o'sha xato qilib qo'ymaymanmi degan fikr o'quvchini fluent gapirishdan to'xtatib qo'yaveradi. Aslida fluency bu the flow degani fluency ma'lum bir o'sha uzunlikda gapirish, to'xtamasdan, o'zingizni takrorlamasdan, o'ylaganingizni ham ideya haqida o'ylaysiz, so'z haqida emas. To'g'ri. So'z haqida qanday o'ylanadi? Qanaqa gapirish emas, nimani gapirish haqida. Nimani gapirish o'ylaysiz? Qanday gapirish o'ylasangiz, unda siz o'zingizni takrorlaysiz bitta pointda. Ko'p so'z kerak emas. Masalan, oxirgi imtihonimda imtihondan oldin speaking qilaman sherigim bilan. Sherigim aytibdi, juda ham yomon deyapti. Endi men o'zim ham bilib turman yomonligini. Keyin o'yladim, imtihonga, ya'ni o'sha oldingi imtihonimdagi holatda o'yladim. O'sha 4-marta IELTS topshirganda 8.5 chiqdi speakingim. Ana o'shanda menda tushuncha o'zgargan. Speaking bo'yicha fluency muhim ekan, examiner engage qilish kerak ekan deb turib. Keyingisida o'sha oxirgi attemptda imtihon kirishimdan oldin o'ylaganmanki, demak, o'sha strategiyani qo'llayman. Lekin ungacha speakingdan tayyorgarlik ko'rganim yo'q. 2 kun ishdan off oldim, keyin nimadir ko'rib turib inglizcha kino ko'rgim keldi. Inglizcha variantini topolmasdim, ruschasini ko'rdim. Keyin imtihon kuni soat 5:30 da imtihon, 4 da speaking qilyapman. O'xshamayapti umuman. Fluency, vocabulary ishlatkim kelyapti, lekin bo'lmadi. Yana o'yladimki, men yana shu holatga tushyapman, yana trapga kirib ketyapman. Yana bu qopqon bu. Undan ko'ra vocabulary strukturaymizda, keyin fluency e'tibor beramiz. Imtihon kirdim. Savol beradi, sразу javob beryapman. Savol beradi, sразу javob beryapman. Qiyin savollarni so'radi. Har xil. Part 1 da почти gaplashmadik. Part 1 da oxirigacha eshitmaydi gapimni, keyingisiga o'tadi. Part 2 da 2 minutdan ko'proq gapirdim, to'xtatib qo'ydi o'zi. Part 3 da juda ham uzun gaplashdik. Overall interview 11 minut davom etdi. Part 1 eshitilmagan uchun. Va 8.5 oldingizmi speakingda? O'shanda 8.5 chiqdi. Fluency keyin score breakdown keldi. Qarasam, fluencyga 9 olganman, grammarga 9 olganman. Vocabulary bilan pronunciation 8. Pronunciation o'sha bitta hack bor. 8 dan 9 ga sразу oshiradigan. Qani aytingchi? O'sha lekin vocabulary 8 ligini o'zim ham his qilganman. Vocabulary 8. Xo'p, hack ayting, hack. Pronunciationda shunaqa narsaki, ko'p o'quvchilar shadowing qiladi. Shadowing o'xshaydi. Masalan, band 8 dagi o'quvchilar, misol uchun kandidatlar, xo'p, pronunciation 8 chiqdi. Pronunciation 8 degani bu sizni examiner effort qilmasdan, harakat qilmasdan tushunadi. To'liq sizni yaxshi tushunadi. Shunaqa narsa hisoblanadi. Endi 8 dan 9 ga qilib qo'ygan narsa bu phonological range degan narsa bor. Ingliz tilida harflar bor, ingliz tilida tovushlar ham bor. To'g'ri. O'sha tovushlarni qanchalik xilma-xilligini siz ko'rsata olsangiz, ya'ni qiyinroq, uzunroq so'zlarni, ana super nimadir degan so'z emas, hali super talaffuz o'rganganim yo'q hali. Eng uzun so'zni aytaman, ashundan 4 ta so'z yodlasam bo'ladi deydi. Uzun so'z aytadi, ashuni aytib yuribdi. Lekin ingliz tilini zo'rg'a gapiradi. O'quvchi ash so'zni eshitib, bu ham fadda. Unaqa so'zlamasi, u ham bo'laveradi. Masalan, resilient, cliche, conscientious, shunaqa tovushlarni ko'rsatish. Ya'ni flexibility degan narsa bor. Ya'ni examinerga, "Hey, men shu narsada gapira olayman, men shunaqa so'zlarni eshita olayman." Ular natural, lekin kelgan joyda ishlatib ketish emas, balki mos kelgan joyda ishatish. O'sha narsa 8 dan 9 ga olib chiqa oladi. Agar pronunciation qanchalik zo'r bo'lsa. Chunki men imtihonni aniq bilaman, men pronunciation xato qilmaganman, lekin phonological range-da juda ham oddiy so'zlarni ishlatganman. Javoblarim juda ham oddiy bo'lgan. Lekin muhim joyi bu yerda javoblarim part 3 dagi javoblar yana bitta xato, ayniqsa bu ushbu xato o'quvchilarni 7 da ushlab qoladi. Bu narsa xo'p, fluent bo'ladi, so'zlarni zo'rg'a ishlatadi, lekin part 3 dagi performansga bog'liq bo'ladi. Nima? Part 3 da bitta gapli javoblarni berish. 7 olganimda o'zimga o'ylaganman, apellyatsiya berganman, juda zo'r gapirdim, zo'r so'zlarni ishlatdim, mana so'z ishlatdim, tekshirib ko'rsam C2 chiqyapti. Nimaga 7? Keyin bilganmanki, part 3 da bitta gapli savollarga javoblar berar ekanman. Part 3 bu argument, umumiy javob berish. Ya'ni abstract mavzularga, siz umumiy mavzularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Unda siz javobingizni develop qilishingiz kerak, rivojlantirishingiz kerak, misollar berishingiz kerak, to'liq bo'lish kerak. Agar u narsa bo'lmasa, fluency assessmentda coherence cohesion ham bor. Coherence cohesion bu gaplarni bir-biriga ulash emas. Bu shuningdek sizda ideyalaringiz bo'yicha progression bor. Bitta ideya ikkinchi ideyaga ulanib ketyapti.
ya'ni oxiri bitta katta pointga olib boryaptim. O'sha narsa. Part 3 javob savol berildimi? Siz birinchi qisqa javob berishingiz kerak, keyin sabab, keyin undan keyin misol, keyin yana bitta holat, case. Xuddi shunaqa qilib to'liq javob berganman. Bitta savolga misol uchun 1 minut, 1,5 minut, 2 minutgacha javob bergan paytlarim bo'lgan. O'shandan keyin examiner conclude qilgan, что menimcha bu yaxshi performance. O'zim ham sezganman. Demak, menimcha fluency 9 oldim. Grammarda misol uchun fluent bo'lganingiz sari complex sentencelarni ham ishlataverasiz. Xato uncha bo'lmaydi, bemalol siz yaxshi olib chiqasiz. Ana ikkitasi uncha bo'lmagan. Tipa o'zimga men miyamda ishlab chiqqanman. 9 olishim uchun 9 reading listening bo'lishi kerak. Writingdan o'zimdan yaqinlashib qoldim 8,5 ga. Endi 8,5 oldinda bo'laganman. Speakingdan 8,5 olish eng yaxshi yo'li. O'sha ikkitasini 9 qilib, bag'iga uncha e'tibor bermayman. Chunki men agar pronunciation qaysi so'zni chiroyli talaffuz qilaman deb turib, yoki qaysi so'zni ishlatib qo'ygan bo'lsam, u o'nda bo'lmagan joyda ishlatib qo'ysam so'zni, misol uchun cliche yoki conscientious degan resilient degan so'zlarni. Demak, vocabulary mistake bo'ladimi? Men vocabularyga urg'u qaratgan bo'lsam, fluency ham tushib ketib, grammar xato ham qilaman dedim. Shuning uchun bu yerda qanaqa narsadan kechish kerak, o'sha narsani olish kerak. Shu kombinatsiya men o'zim ishlab chiqqan kombinatsiya shu bo'lgan. Hozir juda qiziq savol keldi-da. Menimcha bu hammaga ham qiziq bo'lsa kerak, ChatGPT bilan ishlash. ChatGPT hozir hamma narsada yordam beryapti, ayniqsa IELTSda. ChatGPT ishlatmaydigan IELTS studenti yo'q. IELTSda misol uchun mana speaking qilishyapti birga, promptlarni qilib beryapti, writing yozib beryapti, to'g'rimi? Hozir men savolim sal boshqaroq. ChatGPTni qana ishlatmaslik kerak o'zi? Mana qana ishlatish kerak haqida menimcha ko'pchilikda o'zi fikr bor. ChatGPT bilan nima qilmaslik kerak? ChatGPT ham qanaqadir sizni yo'ldan chalg'itib qo'yish mumkinmi? Hop, ChatGPT bilan ishlash eng bir noto'g'ri usuli, eng bir jinnicha usul deyman. Bu ChatGPTdan skor so'rash. Ko'p o'quvchilar misol uchun so'raydi. ChatGPT bu essay necha oladi? Yoki speakingda yaxshi ball berdi. Men ketishadi. Teacher, men writing yozdim, ChatGPT 6 berdi. Writing 4,5 topdi. ChatGPT mana bu berdi, ChatGPT 7 berdi, ChatGPT 8 berdi. ChatGPT speakingga 8,5 berdi deb keladi, bo'ldi. Bu katta xato hisoblanadi, chunki ChatGPT u writing va speaking tekshiradigan narsa emas-da. Writing va speaking tekshiradigan unaqa uni framework yo'q. U prosta basically aytish mumkin. Keyin bitta narsa AI survival hisoblanadi. Survival degan o'sha siz nima desangiz shuni support qilib turadigan holatda yaratilganda, user experience yaxshilash uchun. Siz u bilan gaplashayotganda o'zingizni past his qilmasligingiz kerak, kamchiliklaringizni yopadi-da. U shunaqa keyin masalan balingiz mana masha desangiz, keyin deydi. Deyaverish mumkin-da. Bu eng katta xato hisoblanadi. ChatGPTdan skor so'ralmaydi. ChatGPTdan faqatgina language refinement ishlatiladi, ya'ni o'sha ishlatgan so'zlarni o'sha speakingdagi, writingdagi o'shalarni rivojlantirish uchun yoki hop writing o'ta convoluted deydi. Bizda wordy, ya'ni so'zni o'ta ko'payib ketgan bo'lsa, ideyani juda ham ko'p so'zlar bilan o'qish darajasi pasayib ketgan darajada qilgan bo'lsa, essay. O'sha narsani yaxshilash uchun, argumentlar uchun yoki examplelar uchun go to source, ya'ni sразу beradi sizga example. Qanaqadir mavzuga menga aniq examplelar ber desa, misol uchun American Psychologist deb turib tana berishi mumkin, ular eslab qolishga osonroq bo'ladi. Shu narsalar ishlatiladi asosan. Mana o'zingizni Road to 9 ga yetishingizda ChatGPTning o'rni katta bo'lganmi yo u primary source yoki primary support bo'lmaganmi? Xo'p, o'ta ham katta bo'lmagan. Chunki men har doim shu tilni o'zim yoqqan narsalar orqali o'rganganman. Ya'ni men uchun til o'rganish bu yangi informatsiyalarni bilish. Xo'p, shu universitetga 4 yil kech kirganman o'zim yoshimda. 4 yil gap year bo'lgan va shuning uchun har doim shunaqa holat bo'lgan. I'll figure it myself. I'll figure it out myself degan holat bo'lgan. Ya'ni universitetga kirsam, mana shu narsalarni o'rganaman, bu narsalarni o'zim ham o'rgansam bo'ladi, chunki ingliz tilidaman. Ingliz tili bu it's the biggest tool. Dunyoning 60% dan ko'p informatsiyasi ingliz tilida. O'zim ham o'rganib olsam bo'laveradi deb turib, bitta o'zimga qiziqqan mavzularni explore qilib chiqishga harakat qilganman. Va o'sha jarayonda ingliz tilini yanada yaxshilanib ketavergan. Menimcha bu o'sha til o'rganishni yaxshi o'rganishni, C2 levelga yetishni eng tez yo'li, eng samarali yo'li hisoblanadi. ChatGPT bilan ishlashga kelsak, bo'lgan. Xo'p, essay yozardim. Birinchi o'zim yozardim, keyin ChatGPTga tashlardim-da va ChatGPT uni rivojlantirib, develop berardi. Keyin o'sha kamchiliklarimni yozib chiqardim. Shu darajada kerak bo'lgan xolos. Speakingga ham kerak ishlatmaganman, readingga ham, listeningga ishlatib, boshqa narsalarga ishlatmaganman umuman ChatGPTni. Faqatgina writingda ishlatilgan. Shu. No,
qaysi mavzuga vocabulary ber, qaysi mavzuga example ber, bular ham bo'lmagan. Asosan faqatgina o'sha article o'qib, boshqa resurs ishlatganman. Zo'r. Xo'p, endi qarang. Yana bitta muhim savolda. Ko'pchilik, men shaxsan o'zim ham ingliz tilini o'rganayotganimda inglizcha kino ko'rishga qiziqardim-da. Har xil qiziq kinolar bor, ko'rardik. Endi uni effekti qanaqa? O'zi kino ko'rish kerakmi IELTS o'qiyotgan bolami? General-ku, mancha ularning vaqti hali ko'p. Misol uchun og'ir tasklar bo'lmaydi, homeworklar ko'p bo'lmaydi, bo'sh vaqt ko'p bo'lsa, kino ko'rish kerak deb o'ylayman. Lekin IELTS o'quvchilarcha waste of time emasmi? Chunki bitta kino hozir bilasizmi? 1 soatlik kinolar qolmadi-da. Kinolar asosan 2 soat, 3 soatlar bo'lib ketyapti. Ayniqsa TV seriya bo'ladigan bo'lsa, bir haftangiz ham yeb qo'yadi-da. Ya'ni qanchalik muhim? Bola o'zi ko'ryapti, chunki yoqadi. Ko'rish kerakmi? Xo'p, endi men o'zim o'ta shaxsiy fikrim bu. Ko'pchilik kinolarni ko'rish tavsiya etadi. Ko'p instruktorlardan eshitganman. Xo'p, darajam 7.5 bo'lgan paytda kino ko'p ko'rardim. Darajam 8 dan уже 8.5 bo'layotganda kino ko'rishni kategoriyasiga to'g'ri To'xtayman. Demak, hozir bola 6 bo'lsa, 7.5 gacha ko'rish kerakmi? Sitcomlar asosan seriallar ko'rsa yaxshi. Nima uchun serial deyman? Chunki serialda situatsiyali holatlar ko'p bo'ladi. Kinolarda esa actionda ko'p bo'lgani uchun kino so'z kam, so'z kam bo'lishi mumkin. U ham janrga bog'liq bo'ladi, lekin kinolarda ham yaxshi joylar bor. Listening ham juda ham yaxshi hisoblanadi. Ayniqsa fokusga, situatsiyalarni tushunishga, gaz qilishga ko'p narsaga yordam beradi kino. Lekin o'sha serial ko'rsa, bir-biriga ulanib ketib, bu ancha yaxshi. Hop bolada o'shanda umumiy ssenariyoni tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. Xo'p, 8 dan keyin nimaga ko'rmaslik kerak? Hop, mening fikrimcha 8 dan keyin ko'proq yordam beradigan narsa, albatta kino ham yordam beradi, lekin faqatgina bitta source bo'lmasa kerak, yagona source bo'lmasa kerak albatta. Mening fikrimcha 8 dan keyin ko'proq bolaga documentary ko'rish yordam beradi. Podcastlarchi, mana hozir biz misol uchun shuni inglizcha qilsa, shuni ko'rish yordam beradimi? Albatta. Juda ham ko'p. Men o'zi biror kunim ham o'tmagan, podcast eshitmagan. Joe Rogan podcast, keyin Lex Fridmanni ko'p eshitdim ham. O'shani special guestlarnikini qayta eshitdim. Ayniqsa agar o'sha discuss qilingan mavzular IELTSga aloqador bo'lsa, ularni qayta eshitaverardim. Ideyalar, changlarni yodlab olardim. Va ularning ideyalarini men hech qachon misol uchun biror narsani, mana so'zi bor, manaqa so'zlari bor, manaqa grammatik strukturasi bor deb eshitmaganman. U ikkinchi darajada bo'ladi. Men uchun ko'proq bilim muhim bo'lgan. Aynan o'sha o'rganadigan narsa men o'zimni krugozorimni kengaytirish uchun yoki yanada o'sha bilimimni rivojlantirish uchun menga foydalimi o'sha narsa? Ha bo'lsa, yodlayman, o'qiyman, ki o'sha paytda ingliz tilini oshiraman. Documentary nima uchun aytaman? Xo'p, hujjatli filmlar, ya'ni film emas, hujjatli videolar. Masalan, Johnny Harris degan naqa bor. Uni ko'p ko'rgandim. Johnny Harris videolarida asosan o'sha Amerikadagi muammolarni, keyin jamiyatdagi muammolarni, masalan, nima uchun biz charchaymiz, why are we tired yoki why are we always bored, shu mavzularda va buni o'sha aynan shu global muammolarni neurologически tushuntirib beradi. Ya'ni miyamizda scientific solutions to societal issues, right? Yes. Miyamizda nimalar bo'lyapti? Neurological underpinnings for why we are bored, why we are tired. Shu narsalarni polностью so'zlaydi. Bu o'sha documentary kiradi. Nima uchun documentarylar? Chunki bularni kontentni tayyorlashda alqancha shu artikel o'qiladi. Content tayyorlashda, to'g'rimi? Bu content reliable bo'lishi uchun. Ular chunki top creatorlar, YouTube'da misol uchun millionlab podpischilar bo'ladi, followerlar va shuning uchun bularga kerak bo'lgan narsa authenticity. Chunki authentic resourcelardan ishlatib turib, bular xo'p content tayyorlaydi. Shuning uchun bitta documentary ko'rsangiz ham visually appealing, chunki siz video ko'ryapsiz, shundan qotasiz videoda ko'rasiz oxirigacha. Kitob o'qisangiz, misol uchun zerkarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun article, bir 20 ta artikelni shu absorb qilgandan bo'lasizda bitta documentary ko'rib, ideyalar ham esingizda qoladi. Bu narsa o'sha speaking writing uchun ideyalarni rivojlantirishga eng tez yo'l. Xo'p, mana endi kino deganda avtomatik bog'lanadigan narsa musiqachi. Ko'p qo'shiq eshitamiz-da, to'g'rimi? Bunaqa bilasiz, beginner o'zi bola yoki advanced leveldagi rap musiclarni eshitadi, har xil inglizcha musiqani eshitadi, to'g'rimi? Qanchalik ta'siri bor? Mana o'zingiz qo'shiq eshitganmiz, qo'shig'i foydasini qayta sezganmiz. Balki pronunciationda sezgandirsiz qo'shig'i aytganingiz mana karaoke qilib ko'rishadi-yu ba'zida, to'g'rimi? Qanchalik foydasi bor? Qanaqa qo'shiqlarning foydasi bor agar foydasi bo'lsa? Ancha qo'shiqlarni o'zim fikrim umuman foydasi bo'lmaydi. Yana bilmadim. Lekin menda
men haligacha ba'zi qo'shiqlarni eshitib tushunmayman misol uchun inglizlar o'zi ham misol uchun nima deyishi mumkin. Men ko'p holatda ko'raman. Masalan, Adele degan qo'shiqchi bor. O'sha speakingda nimadir videosi chiqdi yaqinda. Nimadir dedi. Bir 80% tushundim. Kirsam, haqiqiy o'sha ko'pchilik so'radi komment nima dedi. Ular ichida native ham bo'lishi mumkin-da. Bittasidan keyin mana shu deb turib subtitleda ko'rsatib beryapti, subtitles aytib beryapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qo'shiqlar o'sha qo'shiqlarni siz aytyapsiz, pronunciation uchunmi deyapsiz, undan ko'ra shadowing qilgan yaxshi. Ko'proq interaction bo'ladi video bilan. Qo'shiq tushunish qiyin, keyin masalan shadowing baribir gapirishda, qo'shiqdan melodiya ham bo'ladi. Aynan o'sha shadowing qilayotganda siz gapirayotgan gaplar bor-ku, speaker, videodagi speaker gapirayotgan gaplarni ba'zi birlarini chankani yodlab olishingiz ham mumkin-da. Qo'shiqda masalan melodiya bilan kirish ketib, janglar effektiv yo'lda bo'lamayman. Qo'shiq просто entertainment uchun. Qarang, shu master klassingizda qatnashganimda bitta kitob aytgandingiz. Men mana shu bitta kitob o'qib turib, kirib writing yozganda 8.5 chiqqan deb aytgandingiz. Sizdan u kitob writing haqida yozilgan, Pauline Kael'ning kitoblari emas, speaking. Umuman IELTSga aloqasi yo'q kitob, to'g'rimi? Shu kitob haqida aytib bera olasizmi? Nima foydasi bo'lgan shu kitobni? Mana hozir ko'pchilik ko'ryapti bizni. Shularga ham qiziq bo'lishi mumkin. Misol uchun source qidirib yuradi, qanaqa kitob o'qisam, menda ideyalar zo'r chiqadi, so'zlar, vokablar zo'r bo'ladi. Har doim ulardek birinchi keladigan narsa qanaqa IELTS kitoblarini o'qish. Siz aytasiz, menga eng foyda bergani IELTS uchun yozilmagan, nega shunchaki scientifically yozilgan kitob foyda bergan. O'sha qaysi kitob qanaqa foyda bergan? Menda o'zi shunaqa narsa bor, the best way to prepare for IELTS is in non-IELTS way. Ya'ni shunaqa narsa qo'ygan o'zimga. Ya'ni IELTSga men IELTS yo'lida emas, boshqa yo'lda tayyorgarlik ko'raman. Chunki men uchun misol uchun ChatGPTga give me like ideas, right? Idea bank yoki like vocabulary pack, right? For these common topics IELTS deb yozish, men o'zimga lame deb hisoblaganman. Tipa, ya men uni qilmayman. Men natural tayyorlanaman. Chunki ingliz tilini ichigacha o'rganmoqchiman. Qiziqqanman, tilda o'ziga qiziqqanman. Birinchi aytganimda o'sha bilim olish bo'lgan. Dunyoni yanada tushunish, o'sha economics, politics, qanaqa mavzu bo'lsa ham hammasini tushunishda qiziqish. Qiziqishim ko'p bo'lgani uchun shuning uchun kitob qidirganman, topganman bitta kitobni, o'sha 21 Lessons for 21st Century. Oxirigacha o'qiganim yo'q. Contrasting ideyalar ham bor, juda ham ko'p. O'zingiz ham o'qigan bo'lsangiz, Yuval Noah Harari ideyalari juda ham contrasting, lekin umumiy I took what's useful for me. Like o'zimga foydali bo'lgan narsalarni olganman. Yozilishi ham academic style. Menimcha IELTSga foydali jihati men o'zim o'qib tugatganman. O'ta ko'p ishlar haqida gapirilgan. Xuddi shunaqa. Hamma mavzu bor-da. Ayniqsa futuristda bu kitob. Futuristik kitob. AI haqida ko'p yozilgan. Bu narsa menga speakingda ham katta yordam bergan. Insonlar bilan AI ni competitionni, misol uchun aytganki, что ilgari insonlar ikkita skillda compete qilgan. Physical skill, raw physical abilities. Bunda misol uchun machinelar out compete qilgan. Undan keyin cognitive skill bo'lgan. Cognitive skillda humans retained edge. Insonlarda o'sha ustunlik bo'lgan. Undan hozir AI ham physical skillda o'zi mashinalarga bunaqa imkoniyat texnologiya kuchayib ketgan bizdan ko'ra. Cognitive skillda AI bizni out compete qilyapti. Endi bizda 3-field yo'q. 3-field menimcha good choices bo'lsa kerak. Decision making. O'shanda yaxshi bo'lishi mumkin. 3-choice qilish endi ko'pchilikda decision making ham yaxshi emas. Cognitive endi ko'pchilik o'sha cognitive edge'da, ya'ni cognitive skill bo'yicha pul topayotganlar, ishlayotganlar AI replace qilishi mumkin. Automation yana replace qilishi mumkin-da. Automation ikkinchi skill acquire qiladi-da. O'sha narsalarni tushuntirgan. Bu endi bilishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar, lekin boshqacha yo'lda tushuntirilgan bo'lsa, siz qaraysizda yaxshi yozilgan bo'lsa, chiroylab olib yozib qo'yasiz. To'g'ri, mana shu ideyani yozaman. IELTSda ideyalaringizni hech kim kritik qilmaydi. Ya'ni hech kim ideyalaringizni tanqid qilmaydi. As long as they are relevant, ya'ni aloqador bo'lsa, chiroylab yozib bersangiz bo'ldi. Ya'ni siz o'zingizni local areadan kelib chiqib ideya bersangiz ham bo'ladi. Lekin uni tushuntirishga bog'liq. Depends on delivery. Shuning uchun shu kitobni o'qigandan keyin ancha ideyalarim yaxshi bo'lgan. Imtihon kirib turib yaxshi balo yozib chiqqanman. Shu imtihonda ham masalan 1 soat ichida 850 tadan ko'p so'z yozganman. Wow. Qanaqa 850 ta? Shunaqa holat bo'lgan, task 2 yozganman. Birinchi task 2dan boshlaganman. Xo'p, keyin srazi boshlab ketganman. Body introduction body. O'sha conclusionga keldim. Conclusion 2 minutda tugaydi. Qarasam 40 minut vaqtim bor. To'xta,
miyamda shunaqa game plan bo'lganki, writing 8.5 ko'tara olmasam kerak. O'sha joyda desayt qilyapman. 8 olaymi, 8.5 mi? Miyamda shu fikr bo'lyapti. 8.5 ga yozib qo'ya qolay, task response 9 qilsam, ba'zi birortasi 9 chiqib qolardi turib. Shunaqa. Keyin yana ikkita body paragraf qo'shdim. O'sha 4 ta body paragraf bo'ldi. O'zi test toni o'zi 520 tadan oshib ketdi so'zlar. 520 540 o'rtasida bo'ldi so'zlar. Va endi qarang-da mana. O'zi shunchalik ko'p so'z yozish to'g'rimi? Mana shu savol ham bor-da, studentlar o'zi nechta yozishim kerak? Tosh 250 taga yetkazishim kerakmi? Ko'proq yozsa yaxshiroqmi? To'g'rimi? Mana Pauline Cullenning kitoblarida deyarli shuni limitda to'xtatadi-da. To'g'rimi? 9 oladi o'sha essayli deb sample yozadi, 250 tada o'zi to'xtatadi. Ba'zi ninerlarnikini ham ko'ramiz, 350 ta, 400 ta ham chiqib ketadi. Buni ham 9 oladi. Hop, Word count qanaqa bo'lish kerak o'zi? word count roliga kelsak, 250 ta ko'p joyda ko'rganmiz. IELTS so'zida ham misol uchun tip berayotganda 250 ta so'z yozsangiz yetadi deydi. Lekin bitta narsani bilish kerak, ozgina realistik bo'lish kerak bu yerda. 250 ta so'z bilan siz shunaqa qisqa bo'limda tushuntirib bera olgan darajada siz writing skillingiz bormi? Menda yo'q. 250 ta so'z bilan 9 yozadigan holat. Ha? Endi uning uchun writing prose deymizmi? Shunaqa narsa bo'lish kerak deb o'ylayman. Endi chiqib bo'lishi mumkin. Qaysidir mavzuda menda shunaqa bilim bo'lishi mumkin, shunaqa ideyalar bo'lishi mumkin, chiroyli tushuntirib berish mumkin. Lekin imtihon holatda 250 ta so'zni men o'zimga challenge qo'yaman, 250 ta so'z bilan 9 olaman degan holat bo'lmagan. Menda o'sha as few attempts as possible, right? As few attempts as possible 9 olib chiqish bo'lgan. Maqsadim chunki tezroq imtihonlar qilib boshqa narsaga o'tish. Endi word count asosiy rol o'ynaydi bu yerda. Bu double-edged sword o'xshaydi. Double-edged sword o'xshaydi. Ya'ni word count qancha ko'p yozsangiz shuncha siz mistake qilishga xato qilib qo'yish ehtimoli bor. ko'payadi, to'g'ri. Endi bu cohesion tarafdan ham yaxshi emas, chunki ko'p ketsa o'qish readability pasayadi, lekin qancha kam yozsangiz argumentingiz rivojlanmay qolishi mumkin. Shu joyi bor. Agar shuni balans qilib olsa, ko'p yozsa bo'ladi. Ya'ni xato qilmas. Men misol uchun 545 dan 550 dan o'sha atrofda so'z bo'lgan. Testoyim, grammarim 9 chiqdi. Qarang, ikkinchi savol mana. 550 ta so'zni qanaqa qilib juda kichkina, ya'ni 550 ta so'zni qanaqa qilib juda qisqa muddatda yozib chiqasiz? Tayyorgarlik qanaqa bo'lgan shuncha ko'p so'z yozish uchun? Chunki ko'pchilik o'zi testni bitira olmadi, testga vaqtim qolmadi deb chiqadi. Menimcha ikkitasini ham bitira olgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Kesin aytgan. 40 minutda siz o'zi 550 ta yozib qo'yapsiz. Asli 38 minut bo'lgan, 2 minut vaqtim qolgan, 2 minutda polish qilganman essayimni, axborotni qarab chiqqanman. O'shanda ham bitta joyda not qolib ketgan ekan, yozmagan ekanman. Muhim joy bo'lgan, shunda yo'q not degan so'z qo'shganman. Tayyorgarlik qanaqa bo'lgan shuni fast yozish uchun? Xo'p, birinchi o'rinda aytganimda, birinchi o'zim yozardim har doim. Agar siz essay yozayotganda birinchi artikl o'qib, buni o'qib olay, buni o'qib olay deb yozadigan bo'lsangiz, siz 9 ga harakat qilyapsiz. Writing 7.5-8 atrofida, writing 8 qilmoqchisiz. Birinchi artikl o'qib olib turib, keyin men uni o'qiyman deb shunaqa oldingizga barrier qo'yarsangiz, imtihonda ham xuddi shunaqa holat bo'lib qoladi. Ya'ni imtihonda ham siz exam conditionda xo'p, janoqa zo'r performance ko'rsata olmasligingiz mumkin. Menda har doim birinchi exam conditionda, strict exam condition hech narsa o'qimasdan, mavzuni shuni ko'zimni yumib qarardim. Qabul qilganda ko'zimni yumib turib mavzuni tanlardim-da, shu mavzuga, u mavzu stock market, stock market haqida mavzu tushib qolgan. Yozaverganman. Muhimi yozishga e'tibor berayotganman, clarity of my ideas, argument qurish, shu narsalarga yaxshi e'tibor qaratganman-da, keyin time managementga juda ham qattiq e'tibor berardim. 40 minut bo'ldim, to'xtataman. 40 minutdan emas. Boshida 40 minutdan praks qilganman, keyin ieltsonlinetest.com degan saytda vaqtni belgilasa bo'ladi. 35 minut, 30 minut, 25 minut, даже 20 minut vaqt qo'yib turib testni yozganman. 20 minutda ham misol uchun ko'rib tekshirtirganman. Tekshirtirganda 8 chiqqan o'sha essaylar bemalol. Shunaqa darajaga yetganingizdan keyin siz уже sho'y bo'lasizda. Mana shu safar imtihon kirsam men 9 olaman. Shu yerda bitta narsa keldi, to'g'risi men o'zimga ham aloqador joy bor ekan. Men IELTS topshirgan, o'zi bir marta topshirganman o'z umrimda. 5 yildan o'tdi-da IELTS topshirganman. Umuman IELTS kursiga bormaganman. Chunki nima ingliz tilini teacher bo'lish uchun emas. Science o'qish uchun o'rganganim uchun shu IELTS topshirib ko'raychi deb topshirganda 8 chiqqan. O'sha paytda listeningim 8.5 chiqqan. Bitta advice rosa yordam berganda. Shu IELTSga 4-5 kun qoldi. Bitta IELTSdan 9 olgan boladan so'raganman. Endi 9lar baribir nimasidir borki 9 olganda. Nima maslahat berasiz deganda o'sha kishi aytgandilar. Listeningga speedini 1 emas, 1.5x eshiting deganlar. O'shanda exam o'ta oson tuyulib qoladi sizga deganlar. Ya'ni
faqat 1.5 ga qo'yib ichish boshlaganman mana 1.5 speedda 1.5x speedda o'zi nechta topalyapman listeningdan. O'sha paytda 35 taga chiqardi. O'zi 8.5 ga chiqarish boshlaganman. Exam kirganda bemalol ishlaganman. Chiqqanimda o'sha skor 8.5 chiqqan listeningdan. Ya'ni mana practice qancha qiyin bo'lsa, exam shuncha osonlashib ketaveradi-da. Shu conditionlarni demak qiyinlashtirish kerak ekanda. So'chun writing 40 minutli examda bo'ldi. Sal anaqa bizda страховкасini olish deyishadi-ku. To'g'rimi? Страховкасini olib turib 30 minutda yozaman. Nima qilib bo'lsa ham 30 minutdan yo'g'imanga o'zi failman deb turib yozsa demak o'sar ekan, to'g'rimi? Men xuddi shunaqa qilganman. O'sha listening uchun ham juda ham yaxshi unaqa exercise u. Yani 1.5 speed ishlatish, 2x speed ishlatish imtihonda oson bo'ladi. Endi tasdiqlarni ham xuddi shunaqa qildim. 15 minutda yozardim. Chunki bir marta imtihonga kirganda yetmay qolgandi vaqt. Writing ham 8 bo'lgandan 7.5 chiqib qolgan. Unda ham nima bo'lgan? Yetardi. Overthinking bo'lgan. O'ylab o'tiraverganman, misol uchun. Lekin o'sha paytda ham I could have done better. Shunaqa holat bo'lgan menda. Keyingisida misol uchun qattiq dardlanganman. Ayniqsa time managementga ko'p urg'u berardim. Keyin maqsadim 8.5 olish writingdan. 8.5 olib chiqsam, speakingdan 8.5 bo'lsa, chunki speakingdan 9 qilishim uchun ozgina yana ishlashim kerak bo'lganini bilganman. No, hozirgi holatimda ertaga kirsam ham 8.5 oladigan holatga o'zimni chiqazganman. Bu yerda realistik goal qo'yganman o'zimga. Writing 8.5 men uchun muhim bo'lgan, chunki writingga juda ham qiziqardim men yozishga. Shuning uchun imtihonda eng asosiy narsa imtihondan oldin bu exam conditionda practice qilish. Lekin home condition, ya'ni practice condition deydi, unda ham practice qilish kerak. Nima uchun? Buni sababi shundaki, agar siz practice conditionda, ya'ni ozgina essay o'qib olib, sample essay, article o'qib turib practice qilsangiz, o'zingizni full potensialingizni ko'ra olasiz. Ya'ni sizga shunaqa resurs berilsa, qanchalik siz zo'r yoza oladingiz? Endi siz o'zingizni haqiqiy levelingizdan ko'rishingiz kerak. Men uchun eng muhim narsa bu honesty bo'lgan, ya'ni shu joyda men haqiqiy levelimni nechi? Mana shu mavzuga menga hech narsa berilmadi. Tasavvur qiling, mana shu mavzu men yozyapman-da, mana shu imtihonga tushdi. Shunaqa simulation modda yozaverardim. Imtihonga kirib, misol uchun umuman qiynalmaganman. Yaxshi ball bo'lgan. Juda ajoyib. To'g'risi juda ham manfaatli bo'ldi. Menga ham juda qiziq bo'ldi. To'g'risi men endi IELTS sohasida o'zim hozir bo'lmasam ham, to'g'risi men IELTS topshirganda mana shu narsaga aniq amal qilgan bo'lardim. Menimcha tomoshabinlar hammasiga manfaatli bo'ldi. Kelganingiz uchun yo'q demasdan kattakon rahmat. Bu yo'lga omad. Menimcha ikkinchi marta yana topshirib, yana 9 olmoqchi, to'g'rimi? Xudo xolasa ikkinchisi ham harakat qilib ko'raman. O'quvchilarim bilan bu safar. Ajoyib, zo'r. Shape kirib olish kerak. Okay, good luck. Thank you very much. Have a nice day. Right.